Zangata tumani Ramadan mahallasiga kelganmiz. Bu yerda 50 deb ham atashadi. Katta ko'chagacha ham 600 metr atrofida ko'rsatyaptilar aytsangiz, yangi Toshbiygacha ham 7 kilometr ko'rsatyapti. Yoshinchi postigacha ham 6 kilometr atrofida ko'rsatyapti. Sotuvga chiqqan xonadonimiz ikkita yer hisobida bo'lyapti. Birinchisini ko'radigan bo'lsak, fasad qismi 40 ga 40 bo'lyapti. To'ppa to'rtburchak shaklida 16 sotixli yer maydoniga ega. Ichkari tarafini ko'radigan bo'lsak, egalari bu yerdan teplitsa sifatida foydalanishgan ekan. Hozirga kelib turib ma'lum bir sabablarga ko'ra sotiladigan bo'lib qolibdi. Ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, ikkita bo'lyapti. Bu sotiladigan joyimiz. Ikkinchisi 8 sotixli yer maydoniga ega. Fasadini ko'radigan bo'lsak, 20 ga 40 joylashuv. Bu yerda egalar tomonidan aytishyapti, gaz, svet, suvdan muammo yo'q deb aytishyapti. Hozirgi paytda bu yerda qo'ziqorin biznesi bilan shug'ullanishayotgan ekan. Biznes ham o'tib ketadi shunda deyishyapti. Ko'ryapsizlar, binolari bor. Shunda ikkalasiga ham har bir sotuviga 9900 dan so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Doimgidek egalar raqamini yozib qo'yamiz. Batafsil to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Xat hujjatni notariusga tayyor deb aytishyapti. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.